Assalomu alaykum. Men Hayitova Shoira Shukurovna 40 yildan beri sog'liqni saqlash tizimida oliy toifali shifokor bo'lib faoliyat yuritaman. Bugun men sizlarga Superlix bio dabavka, ya'ni biologik qo'shimcha siroplari qanday qo'llanilishi haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. Birinchi, mana bu siropimizni qaysi kasalliklarni davolashda qo'shimcha sifatida foydalanishi aytib o'tmoqchiman. Bularga oshqozon ichak tizimi kasalliklari, ya'ni gastritlar, xolesistitlar, oshqozon ichak yara kasalliklarida qo'llanilishi mumkin. Uchinchi bo'lib, yurak qon tomiri kasalliklarida, stomatitlarda, faringit, tanzilitlarda hamda ichidan qon ketishda qo'llaniladi. Bularni 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda 5 millilitrdan 3 mahal 7 kun 10 kun davomiyligida, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda 15 millilitrgacha, 12 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlarni davolashda 15 millilitrdan 40 millilitrgacha 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilish tavsiya etiladi. Siropimizning ustida mamlaqa hisoblangan, ko'rsatilgan dozalari bo'ladi. Mana bu o'shanga qarab, yoshiga qarab 3 mahaldan dozasi ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilinadi.